Yandex'da qanday qilib promokod olishni bilmayapsizmi? Unda ushbu video aynan siz uchun. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va albatta ushbu videoni Yandexchi tanishlarga yuborib qo'yamiz. Yandex'da promokod olishning ikki xil yo'li mavjud. Birinchi usuli bu: klientga kelasiz, mijozingizda 9 daqiqa pulli kutishda kutasiz. Agarda telefon qilasiz, bog'lana olmasangiz, slujba поддержка nomer mana bu joyda qo'yib qo'yaman. Texpodдержкаga telefon qilasiz, bo'lgan situatsiyani tushuntirib o'tasiz va sizni 5 soatlik promokod berishlarini so'raysiz va sizga 5 soatlik promokod taqdim etiladi. Bu promokodni shaxsiy kabinetingizda promokodlar degan joyda ko'rishingiz mumkin bo'ladi va 5 soat sizga qo'shimcha ustuvorlik ballari taqdim etadi. Ikkinchi usulini keyingi videomizda tushuntirib o'tamiz. Buning uchun o'tkazib yubormaslik uchun albatta like, подписка, kommentariyada Yandexchi tanishlarni belgilab qo'yamiz. Kanalga обязательно obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Keyingi videoda ikkinchi usulini tushuntirib o'taman.